Nasroniy atirguli Amina Shinlik o'g'li qalamiga mansub bo'lgan mashhur asar hisoblanadi. Asarda Jamila ismli musulmon qizning atrofdagi muhit ta'sirida o'z dinini o'zgartirishi, nasroniy diniga o'tishi, bu holatga uning do'stlari hamda oilasining munosabati atroflicha tasvirlab berilgan. Ayniqsa, qahramonning yaqin dugonasi hisoblangan Gulderen Jamilaning islomga qaytishi uchun juda ham qattiq tirishadi. Gulderen shu paytgacha o'zi ham islomni u qadar yaxshi bilmasdi, lekin islomga shirk keltirish juda katta gunoh ekanligini yaxshi anglab turardi. Shu sababdan ham dugonasining bu holatiga jim qarab tura olmaydi. Uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qilish asnosida o'zi ham dinni chuqurroq anglab yeta boshlaydi. Ta'sirli sahnalardan yana biri Jamilaning onasi vafot etgan sahna. Bechora onaizor qizining dindan chiqqanligini eshitib qattiq iztirob chekadi. Qancha gap so'zlarga qaramay, o'z bilganidan qolmayotgan qiziga nisbatan o'zi ham islomni chuqurroq anglab, uni to'g'ri yo'lga boshlashni xohlaydi, ammo afsuski baxtsiz bir hodisa tufayli halok bo'ladi. E'tiborga molik bo'lgan yana bir katta obraz bu Filiz ustoz obrazi hisoblanadi. Bu inson o'zini, o'zligini, dinini anglagan holda Jamila hamda u kabi yo'ldan adashgan bir qancha yoshlarga o'z yo'lini topishlarida katta ko'mak beradi. Filiz ustoz hech kimni majburlamay, qo'pol gapirmay, sekin-astalik bayon qilgan ma'ruzalar orqali bir qancha insonni qaytadan hidoyat nuri ila nurlantiradi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Jamila o'z xato ishini anglab yetadi va qilgan xatosidan juda qattiq iztirobga tushadi. Tavba qiladi va yana qayta islom nuri ila nurlanish sharafiga musharraf bo'ladi. Ushbu asarga musulmonlarning ko'zgu qilib tutgulik roman deya ta'rif berilgan. Musulmonman deydigan, lekin aslida musulmondek yashamaydigan insonda diniy ilm o'rnida boshliq bo'lsa, uning o'rni zararli narsalar qanchalar tez to'ldirilishi mumkinligi haqida yozilgan badiiy diniy uslubdagi asar hisoblanadi. Asarni o'qish davomida kitobxon bunga yana ham ko'proq amin bo'ladi.